Assalomu alaykum. Hurmatli Farzona Market kanali a'zolari. Farzona Market bizning mahallamiz Oltinko'l tuman Dalvarzin MFI O'rizor ko'chada joylashgan magazin. Oziq-ovqat magazini. Yonida novvoyxona bor. Go'sht mahsulotlari qassobxona bor. O'z tovarlar magazini, magazinimiz bor. Xullas, bozorchaligiga iloji boricha qo'ldan kelgancha xalq xizmatidamiz. YouTube'ga bu videoni birinchi qo'yishim. Bundan oldin short qisqa videolarni qo'yib yurdim. Tomoshalar soni yaxshi bo'lyapti. Lekin obunalar, layklar yo'q. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, qiziqarli videolar chiqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosinglarni ham so'rab qolaman. Bu shunchaki tezroq rivojlanishga foyda beradi deyapti. Shu xudo xolasa mana labolarimiz bor, labo xizmatlari ham kimga labo yuk tashish kerak xizmatlar bo'lsa bor. Nomerlarimni yozib qoldiraman. Andijonimizda yo'llari mana mahallamiz. Bu yerlar Dalvarzin deyiladi. Dalvarzin kottejlar bu yerlar. Shu xalq xizmatida yuribmiz. Hozir novvoyxonaga ketyapman. Novvoyxonadan nonni yuklab do'konlarga borish kerak. Nonlarni ham bir ko'rsataman. Do'konlarda ham hamkorlikka chorlab qolamiz. Andijon bo'ylab yetkazib beramiz do'konlarimizni. Do'konlarga nonlarni. Hozir nonlarni ham bir ko'rsataman. Kimga qiziq va kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar albatta. Toza sariyada bo'ladigan sariyali nonlarimiz. Paket bilan marli berib dedi. Berverdi aka, berverdi. Bu ikkinchi filial Dalvarzin ko'chasi. 18 yo'nalishi.